Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan 6-test tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, Burj Xalifaning balandligi berilgan, nechta 50 santimetrlik kesma shu balandlikka teng bo'ladi. Birinchi berilgan balandligimizni santimetrga o'tib olamiz. 828 ni 100 ga ko'paytirsak 82800 santimetr. Endi 82800 ni 50 santimetrga bo'lamiz. Shunda 1656 ta kesma 82800 santimetrga teng bo'ladi. Bu C variantimizda berilgan. Ikkinchisi, sarvar navbatda turibdi. 3 ta oldinda odam bor, 4 ta orqasida. Sarvarni o'zi bilan birga 3 + 1 + 4 barobar 8 ta odam navbatda turibdi. B variantimizda berilgan. Uchinchisi, tenglamani yeching. Qavslarni ochib chiqsak, x bilan 6 6x, 72 3x. Endi noma'lum bilan qo'shsak 9x, 72 dan 72 bilan 22 ni tenglikni bu tomoniga tashlaymiz. 9x barobar buni hisoblasak 162, x'imiz 18 chiqadi. Bu D variantimizda berilgan. To'rtinchisi, mana bu ko'k yuzani bergan, bizga 100 deb. Bu to'rtburchakning yuzidan ko'k yuzani ayirsak, mana bu o'rtadagi oq to'rtburchakning yuzasi kelib chiqadi. Buni yuzasi 12 kara 10 120, 100 ni ayirib tashlasak 20. Demak, mana bu joyining yuzasi bizga 20 ekan. Bizga mana bu joyning yuzini so'rayapti, yashilni. Bu uchun mana bu to'rtburchak yuzasidan 20 ni ayirib tashlasak kelib chiqadi. Buni yuzasi 8 kara 7 56, 20 ni ayirib tashlasak 36. Bu B variantimizda berilgan. Xo'p, Toshkentdan Kattaqo'rg'ongacha 380 km, Kattaqo'rg'ondan Buxorogacha 236 km. Buxorodan Toshkentgachani so'rayapti. Bu uchun 380 ga 236 ni qo'shamiz, 616 km. B variantimizda berilgan. 10 kg o'rikdan 6 kg turshak olinadi. 48 kg turshak olish uchun qancha o'rik kerak? Buni proporsiya qilamiz. Proporsiyaning qoidasi o'rikning tagidan o'rik tushishi kerak, turshakning tagidan turshak tushishi kerak. Shunda proporsiyamiz to'g'ri bo'ladi. Mana to'g'ri yozib oldik. Mana bu o'rigimiz noma'lum, shuni x deymiz. Endi proporsiya qilamiz. 10 ni 48 ga ko'paytiramiz, teng x ni 6 ga ko'paytirganimizga. X topish uchun 10 ni 48 ga ko'paytirib 6 ga bo'lamiz. X barobar 80 kg. A variantimizda berilgan. 7-savolga qaraydigan bo'lsak, 3 ta bir xil sonni qo'shib, 3 ta bir xil raqamlik son hosil qilishimiz kerak. Mana oxirgi raqamlarga qarasak, hammasi 5 burchak, bir xil son. 3 ta bir xil sonni qo'shib, yana o'sha son bilan tugashi kerak. Bunga faqat 0 va 5 to'g'ri keladi. 0 ni ola olmaymiz, chunki 0 0 0 degan sonimiz yo'q. Shuning uchun 5 burchakka 5 ni olamiz. 5 burchakka 5 ni olsak 555 chiqadi. 555. 3 ta bir xil sonni qo'shsak 555 ekan. Demak, har bitta sonimiz 185. Mana 3 burchagimiz 1, 4 burchagimiz 8 va 5 burchagimiz 5. Bizdan 4 burchak so'ragan. 4 burchak 8 ga teng. Bu B variantimizda berilgan. Xo'p, Aziz, Sardor va Said do'konga kirib olma olibdi. Aziz Sardordan 2 kg ko'p oldi degan. Demak, Sardor Azizdan kam. X - 2. Said Azizdan 3 kg ko'p, x + 3. Endi hammasini qo'shib 19 degan jamisini tenglamasini tuzib 19 ga tenglashtiramiz. Noma'lum bilan bir tomonga olib, ma'lum xat bilan ikkinchi tomonga olamiz. X topadigan bo'lsak, x'imiz 6 chiqadi. 6 bu Azizning olgan olmasini massasi. Endi bizdan Saidni so'rayapti. Saidni topish uchun 6 ga 3 ni qo'shamiz. 9. Bu B variantimizda berilgan. 9-savol, qonuniyat topishimiz kerak. 3 7 16. 3 ni 2 ga ko'paytirib 1 ni qo'shsak 7 bo'ladi. 7 ni 2 ga ko'paytirib 2 ni qo'shsak 16. Shunaqa qonuniyat ketadi. Oxirida 153 ni 2 ga ko'paytirib 6 ni qo'shsak 312. Bu C variantimizda berilgan. 10-savol, daraxtning soyasi daraxtning o'zidan 3 metrga uzun. Demak, soya daraxtning uzunligiga 3 metrni qo'shsak, soyaning uzunligi kelib chiqadi. Endi bizga aytayapti, soyaning uzunligi 8 metr, daraxtning uzunligini top dedi. Daraxtning balandligini topish uchun 8 dan 3 ni ayiramiz, 5. Bu B variantimizda berilgan. 11-savolga qaraydigan bo'lsak, bo'sh piyolaning o'zi 150 gram. Unga choy quyilgandan keyin 230 gram bo'lgan.
Qancha choy quyilgan desa, 230 dan 150 ni ayirsak, 80 gram choy quyilgan. Bu D variantimizda berilgan. 12-chi savol. A dan B ga 3 ta yo'l bor. B dan C ga 5 ta yo'l bor. A dan C ga necha xil usulda borish mumkin? Shaharlar usuli bu. 3 ni 5 ga ko'paytiramiz, 15 xil yo'l bilan borish mumkin. Bu A variantimizda berilgan. 13-chi savol. Usta birinchi kun 4 dan 1 qismini bo'yagan devorni, ikkinchi kuni 5 dan 2 qismini, qancha qismi qolgan? Birinchi qilgan ishini qo'shib olamiz. 4 dan 1 ga 5 dan 2 ni qo'shsak, umumiy maxraj 20, bunga 5 ta, 8 ta qo'shsak 20 dan 13. Endi qancha qolgan desa, 1 dan qilgan ishini ayirib tashlaymiz. 1 dan 20 dan 13 ni ayirsak, 20 dan 7 qism ish qolgan. Bu B variantimizda berilgan. 14-chi savol. 1 dan 100 gacha 7 raqami necha marta uchraydi? Sanasak 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, keyingisi 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 da 2 ta, 78, 79, keyingisi 87, 97. Demak, jami 20 ta 7 raqami bosilar ekan klavishda. Bu B variantimizda berilgan. 15-chi savol. 3 xonali son yozilgan. Biz shuni topishimiz kerak. Mana bu yoqda yordamchi so'zlar berilgan bizda. 682 da bitta raqam to'g'ri va to'g'ri joyda. 682 da qaraydigan bo'lsak, 6 ni to'g'ri deb bilsak, ikkinchisida aytayaptiki, bitta raqam to'g'ri va noto'g'ri joyda deyapti. 6-joy o'zgarmagan. Demak, 6 bo'la olmaydi. 6 lardan voz kechamiz. Keyin 8 yoki 2. Mana bu yoqda qarasak, 138 da hech qaysi raqam to'g'ri emas deyapti. Demak, 8 to'g'ri emas. 8 dan ham voz kechamiz. 2 to'g'ri va to'g'ri joyda. 3-chi xonamizga 2 ni qo'yamiz. Endi 614 dan bitta raqam to'g'ri va noto'g'ri joyda. 1 ni oladigan bo'lsak, mana 138 imizda hech qaysi raqam to'g'ri emas deyapti. Demak, 1 ham to'g'ri emas. 1 dan voz kechamiz. 4. 4 bizda to'g'ri, lekin noto'g'ri joyda. 4 yoki birinchi xonada bo'lishi mumkin, yoki ikkinchi xonada bo'lishi mumkin. Keyingisiga qaraydigan bo'lsak, 2, 6, 0. Ikkitasi to'g'ri va noto'g'ri joyda. Mana 2 to'g'ri, 6 noto'g'ri. Demak, 0 to'g'ri ekan. 2 avval biluvdik, to'g'ri, keyingisi 0 ekan. Endi bizda anig'i 4 va 0 qoldi. 4 va 0 ni birinchi, ikkinchi xonaga qo'yamiz. 0 birinchi xonaga qo'yish mumkin emas. Shuning uchun ikkinchi xonaga qo'ysak, birinchi xonaga 4 bo'ladi. Biz qidirayotgan sonimiz 402 ekan. Mana tekshirib ko'rsak, 870 da bitta to'g'ri va noto'g'ri joyda. Bitta to'g'ri 0, lekin noto'g'ri joyda. To'g'ri bunisi. 138 hech qaysi to'g'ri emas. 260 da ikkita raqam to'g'ri va noto'g'ri joyda. 2 va 0 to'g'ri, lekin noto'g'ri joyda. 614 da bitta raqam to'g'ri va noto'g'ri joyda. 4 to'g'ri, lekin noto'g'ri joyda. 682 da bitta raqam to'g'ri va to'g'ri joyda. 2 to'g'ri va to'g'ri joyda. Demak, biz qidirayotgan sonimiz 402. Bu B variantimizda berilgandi. 16-chi savol. 1 yilda 365 kun bo'lsa, nechta to'liq hafta bor? Bir haftamiz 7 kun. 365 ni 7 ga bo'lsak, butun qismini olamiz. Shunda to'liq hafta nechta borligini bilib olsak bo'ladi. 365 ni 7 ga bo'lsak, 52 ta to'liq hafta bor ekan. Bu D variantimizda berilgan. 17-chi savol. Quyidagi shakl keyingisiga bilan qanday farq qiladi? Bu 90 gradusga burilgan. Ya'ni aylana o'ng tarafga o'tgan, uchburchak tepaga chiqqan, qolgan shaklda ham shu shaklda o'zgargan. Keyingisi yana 90 gradusga burilgan. Va biz qidirayotgan shaklimiz aylana, uchburchak, to'rtburchak bo'lsa romb bo'ladi. Bu A variantimizda berilgandi. 18-chi savol. Shaxmat doskasi 8 ga 8 bo'ladi. 8 kira 8 64. 64 ta katak bor. Biz bilamizki, 64 ni yarmisi qora, yarmisi oq bo'ladi. Kataklar. 64 ni 2 ga bo'lsak, 32 ta qora katagimiz bor ekan. Bu C variantimizda berilgandi. 19-chi savol.
1 metr 20 santimetrlik zina poya. Buni birinchi santimetrga o'tib olamiz. 120 santimetr. Endi har bitta zinamizni balandligi 15 santimetrdan. 120 ni 15 ga bo'lsak, 8 ta zinamiz bor ekan. Bu B variantimizda berilgan. 20-savol. Soati 15 soatimiz 15:00 bo'lganda, soat va minut mili orasidagi burchak qancha deyapti. 15:00 degani bu 3:00 bilan bir xil. 15 bizaga 3 bo'ladi-ku. Soat mili 3 ni ko'rsatsa, minut mili 12 ni ko'rsatadi. Bu orasidagi burchak 90 gradus. Bu C variantimizda berilgandi.